Jahon bozoridagi usta bilan bunaqa premium mebel qiladigan ustaning farqi ancha katta bo'ladi. 2025-yil qayerda qanday mebel qildik, qancha proyekt yakunladik, sizlarni shuni ko'rib chiqamiz. Biz 2025-yilda qilingan rejalarimizga ko'ra ancha ko'proq natijalarga erishdik. Yil sarhisobiga ko'ra 21 ta xonadonimizni interyer asosli mebellarni tayyorlab, egalariga o'z vaqtida topshirdik. Bu proyektlarimiz ichida eng yoqqani Afg'on Body proyektimiz bo'ldi. Afg'on Body 11 ta xonasini Dennes Mebel tomonidan barcha mebellarni 100% yakunlab berdik. Do'konimizga keladigan bo'lsak, 2025-yilda eng ko'p sotilgan mebellarimiz bu mehmonxona to'plami bo'ldi. Ya'ni stol, stul va penallar. Misol qilib aytsam, 2025-yilda primer modelimiz 76 komplekt sotildi. Bu bitta model uchun yaxshi natija. Xudo xolasa 2026-yil yana ham o'zimiz ustimizda ishlab, yangiliklar qilishda to'xtamaymiz. Kimga shunaqa zamonaviy va qulay mebellar kerak bo'lsa, Dennes Mebelga murojaat qilishingiz mumkin.